O'quvchilarimiz Makka shahrida turadigan mehmonxonalarini sharoitlari bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Mehmonxona nomini ko'rib olsanglar bo'ladi. Nomi Holiday Inn. Bu global tarmoq bo'lib, buni filiali Toshkent shahrida ham bor. Makkadagi mehmonxonasi ancha katta va hashamdor hisoblanadi. Mana shu mehmonxonani 4 kishilik joylashuvi ovqatsiz holatda Bookingdan kirib ko'rsanglar, bir kechasi 600 riyal yoki 700 riyalga aylanadi. Ovqatsiz tasavvur qilinglar. Bu dollarda qancha bo'ladi? 180, 190, ana boring 200 dollargacha bo'ladi. Biz bo'lsa o'quvchilarimizni aynan mana shu mehmonxonaga joylashtiramiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, to'liq sharoitlarini tanishtirib chiqaman. O'quvchilar Haram Sharifga 24/7 qatnashishi uchun mehmonxonani mana shunaqa bepul avtobusi mavjud. Mana shu avtobuslardan foydalanib, Haram Sharifga 24/7 holatda borib kelishsa bo'ladi. Mehmonxona ko'rib turganingizda 5 yulduzli hisoblanadi. Buni Saudiya Arabistoni turizm vazirligi tasdiqlab bergan. Resepsioniga ham kirib oldi. Resepsionni kattaligini qaranglar. Bemalolda. Mana bu yerda dam olib o'tirsanglar ham bo'ladi. Darsdan kelgan. Bino 2 ga bo'lingan. Bu tomon birinchi tavr bo'lsa, bu yoq tomon ikkinchi tavr. Mana shu ikkinchi tavrning o'zida 13 ta lift bor. Tasavvur qilinglar. Endi u yog'ini ham 13 ta hisoblayverasizlar. Bu yoqda 13 ta, u yoqda 13 ta. Bu degani liftdan umuman muammo yo'q. Hop, hozir sizlar bilan birinchi bo'lib CL qavatiga chiqamiz. Bu qanaqa joy desanglar, bu CL qavatida basseyn va fitness zal joylashgan. O'quvchilar darsdan bo'sh vaqtlarida foydalanishlari mumkin. Mehmonxonada hattoki italyanskiy restoran bor. Bu joy kirganingizda siz italyan taomlarini iste'mol qilsangiz bo'ladi. Alohida oilaviy o'tirsanglar bo'ladi bu yoqda. Mana. Bu yoqda biz mana. Mashalloh, mana bu manzarani qaranglar. Panorama oynani tagida shundoq Makka shahrini kuzatib, ovqatlanib o'tirasiz. Endigi navbat mehmonxonani fitness zali va basseyniga. Bu basseyn va fitness zallaridan mehmonxonada yashovchi insonlar foydalanishi mumkin va ular uchun bu 100% bepul hisoblanadi. Har kuni xohlasangiz. Mana bu fitness zali, o'quvchilar darsdan bo'sh vaqtlarida fitness zalidan mana foydalanishlari mumkin. Ayollarning o'zining vaqti, erkaklarning o'zining vaqti bo'ladi. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu sharoitlarni ko'rib, o'zim ham o'qigim kelib ketadi, to'g'risi. O'quvchilarimizga yaxshi sharoitlar bo'lishi uchun biz eng yaxshi mana shunaqa mehmonxonalarni tanlaganmiz. Endi bu yog'ini ko'rsatish juda zarur bo'lmasa-da, o'quvchilarimizga ko'rsatishimiz kerak. Mana. Bu albatta dush xonasi, ya'ni siz basseynga tushishdan oldin yoki tushib chiqqandan keyin dush qilib chiqib ketishingiz mumkin. Albatta, mehmonxonada sochuvlar beriladi va har bitta joyda mana bunaqa razyevalkalar bor. Endi yosh o'quvchilarga yoqadigan joyi bu basseyn. Makka shahri bilasizlar, hozirgi paytda 40-41 daraja issiq bo'lyapti. Hozirgi paytda mana shunaqa basseynlar kerak. Shunaqa basseyn bor, albatta ozoda, toza suvdan mana ko'rishingiz mumkin. Bu joyda ham mana shu mehmonxonada yashovchilar bepul foydalanadi. Ko'chadan kelgan taqdirda ham uni pulga bo'lsa ham qo'yilmasligi mumkin. Mana. Hamma kechqurun o'tiradi. Bu joyga siz darsdan tashqari kechqurun chiqsangiz, hamma chiroqli yongan, fontanlar yongan bo'ladi. Shundoqqina salqinda, soyada mana shu joyda o'tirasizlar. Xo'p, resepsiondan mezana floorga chiqib olamiz. Hozir u joyini ham ko'rsataman. Xohlasanglar liftdan bor, xohlasanglar eskalator ham mavjud. Hop, mezana floorda savdo do'konlari, undan tashqari o'quvchilar qiynalmasligi uchun hamma narsalarni qilib qo'yilgan. Hattoki yosh bolaning bog'chasi ham bor. Ko'ryapsizlarmi? Abaya do'kon, supermarket, oziq-ovqat do'koni, ya'ni sartarosh xona. Mana bu joyda mana soch olish uchun hamma sharoitlar, servislar mana shu mehmonxonaning o'zida mavjud. Bu yoqda bo'lsa kafeteriya, ya'ni kafe. Bu yoqda yana asir va tabiiy sharbatlarni tayyorlashadi. Xo'p, bu bo'lsa mehmonxonani masjid qavati. Mana kattaligini ko'ryapsizlar. Orqa tomonida mana ayol qizlar turishsa, bu yoqda erkak va yigitlar turishadi. Masjid qavatida joylashgan tahorat xona. Ozodaligini ko'ryapsizlar. Hamma sharoitlar qilib qo'yilgan mehmonxonada. Mehmonxonani koridor qismi ko'rishingiz mumkin, keng va gilam to'shalgan. O'quvchilarimiz joylashadigan Makka shahridagi 5 yulduzli mehmonxonani sharoitlari ko'rishingiz mumkin.
3 kishilik joylashuv. Odatda biz 4 kishilik joylashuvda joylashtiramiz. Bu yerda suv, kofe, choy hamma narsa bo'ladi. Agar sizlarda suv tugab qolsa, resepsiyonga bog'lansanglar, uzog'i 5 daqiqada sizlarga suvni olib chiqib beradi. Bu joydagi servis 5 yulduzga tortadi. Va albatta dars qilish uchun mana bu joyda shunaqa zona bor. Va eng kerakli narsa, pardani ochib, shundoqqina Makka shahrini ko'rib turishinglar mumkin. O'quvchilarimiz aynan mana shu mehmonxonaga joylashishadi. O'quvchilarga kerak bo'ladigan barcha narsa mana shu xonada mavjud. O'zini dazmoli, veshelkasi, sefi, tarozi, hatto oyoq kiyimlargacha qo'yib qo'yilgan. Bundan tashqari mana ko'rishingiz mumkin fellagacha bor. Bu bo'lsa hammomi ko'rishingiz mumkin. Har xil sochuvlar qo'yib qo'yilgan. Bitta sochuv bo'lmaydi. 3 kishilikda 3 ta, 4 kishilikda 4 ta. Undan tashqari yana boshqa sochuvlar qo'yilgan, e'tibor berishingiz mumkin. Va albatta zubnoy pasta, undan tashqari shotkalar, sovun, shampun va gel, losyongalargacha qo'yib qo'yilgan. Agar siz Makka shahrida joylashgan Umul Qura universiteti qoshidagi Iqro Arabiya akademiyasiga biz orqali o'qishga keladigan bo'lsangiz, sizni birinchi Jidda shahrida transferlarda kutib olib, Makka shahridagi mana shunday 5 yulduzli mehmonxonaga joylashtiriladi va har kuni 2 mahal o'zbek milliy taomlari issiq holatda beriladi. Mehmonxonadan o'qishga har kuni borib kelishingiz uchun maxsus avtobuslar qatnaydi va Haram Sharifga darsdan bo'sh vaqtingizda 24/7 holatda borib kelsangiz ham bo'ladi. Dam olish kunlari Makka va Madina shaharlaridagi tarixiy va turistik joylarga birgalikda sayohatga chiqiladi. Yuqoridagi qulayliklardan tashqari, o'quvchilar Madina shahriga 3 kunlik sayohatga ham borishadi va undan tashqari Ravza-i Sharifga kirish uchun ruxsatnomalar ham olishadi. Saudiya Arabistonida ishlatishingiz uchun mehmonxonaga kelishingiz bilan Makka shahrida sizga sim kartalar taqdim etiladi. Va eng asosiysi, haftada 5 kun, kuniga 3-4 soatdan akademiyada arab tilini arab ustozlaridan o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Dasturni yakunlaganingizdan keyin sizga akademiya tomonidan sertifikatlar taqdim etiladi va o'zimiz sizni shaxsan aeroportga kuzatib qo'yamiz. Batafsil ma'lumot olib, hujjat topshirish uchun pastdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali bizga aloqaga chiqing.